Maybaşma. Jazz Cafe. Assalomualaikum. Hammaga. Shu Jazz Cafe'ni ko'p odam maqtab turibdi, ko'rib qarang. Sizga boy bor, sazanlar bor. Pişem yanıp tuttu ona. Arası. Kolu şimdi tuttu. Banket falan var ekan. Sitken pişin deb qoldi o'shida. Yana bir marta assalomu alaykum. Reklama emas, prosta kechqurun studiyada bolalar bilan ovqatlanmoq keldik. Prosta ko'p odam maqtagan uchun oddiyroq, zakon yerda ko'p odam maqtadi, shuning uchun ko'ryapmiz. Kimdir qiziqsa, manzili mana shu Mega Stroyning yonidan kirasizlar. Bu yog'imiz O'risovli, shuning yonlarida. Kelaverasizlar. Zakaz etsanglar 12:21 ga ochsanglar akib beradi. Rahmat. Pechni qatib qo'ygan. Rasmi cho'q. Tak, setkaning ko'rinishi. Yer deb turibdi bu. Qancha bu turishi? Tamam. Klas 100'den. Klas 100'den mi? Şimdi asortiment bari içinde bo'ladi, ha? Yo'q, X qo'shiladi. Dastavkaning 12:21 ga aytsak, Dastavkani shu yerda o'tirib yegan yaxshi, dastavkadan maza qiladi. ha, dastavkada suv yutdingiz. Liboy baliq bundancha baliq dastavka deysizlarmi, ha? Liboy vaqtdan sut bermayman, sut baliq. Qo'rg'onlari ham zakon olib ketadi. Endi Adam aql sazonda sheydi bu, liboy vaqt tashlaydi. sudakdan bor ekan, ya'ni sudakdan ishlab turgan ekan, bor ekan. Hadi ishlaringiz rahmat. Klientlar yerini kutib qolmasin. Ko'k choy ichamiz. Yana qanday choy bor? Limon bormi? Bor. Yo'q deb turibdi-ku mana limon choy. Salom hammaga. Bugun biz yana ijoddan Piyoz. Xodimlar teleport ekanligini isbotlash. Amerikalik fizik olimlari ajoyib kashfiyot qildilar. Kvant tunnel effekti. Buning uchun ular Yana keldi. Yo'q, bu sazanmi? Sazon abi. Buni boshqacha aytib ko'radi deydi o'zingizlar. Har kuni zakazga qarab deydi, ha? G'ayratchan jo'rabdim maqtadda shunga keldik-da. Sen nima top? Ana zapis bosdimi o? Yo'q, bismillah. Yechmasak bo'lmaydi unda. Maqtanish emas, yana yeganing tushirsangiz so'kib tashamanglar. Prosta kanalga vosita shunaqa ishingiz yo'q-da. Bir zakaz berib, yana tabrik loyihalar berib tursanglar tashlaymiz ekan kunda. Ya bismillah. Gulday bu, gulday mana. Birdan bir zakaz qilib savarsak, choy ham tayin. Kelaverasizlar, rahmat hammaga. Podpiska, like bosing. Ketdik unda.